YouTube ahli, sizlar bilan Nurzuba. Bugungi videoda maqsad men Porsche'li va TNT'li boshqa narsalar o'rgataman. Ko'p narsalar. Xo'sh, birinchisi TNT'li yoki pushkaga o'xshagan narsa. Bu narsani qilish juda oson. Birinchi olib mana shunaqa tekstura yasab olasiz. Ko'rib olinglar, adashmasliklaring uchun. Keyin bunday keyin ichiga 3 ta suv. Keyin har biriga TNT solib chiqasizlar. Xo'sh. Xo'sh, hammasiga solib bo'lgandan keyin mana bunday restoranga yugurib chiqasizlar. Xo'sh, bu yoqda ham. Xo'sh, keyin bunday qilib ustiga bir bosib, ikki tomon restoran qo'ymay tegirishga qo'ysizlar. Keyin esa richay bir marta bosib turib, o'tirib restoran qo'ysizlar. Va mana shunday portlaydi. Ajoyib. İçeride yok var. Va bunda TNT tugadi. Xo'sh, bu birinchisi, endi ikkinchisi. Go. Xo'sh, keyingisi bizda olovli pushka. Xo'sh, birinchi o'rin mana bunday restoran qo'yib olasiz. Ikki chekkasiga portion. Keyin bunday. Keyin mana bunday qo'yasizlar, mana bunday. Keyin ichiga narsa soling bo'ldi. Yasash juda tez va oson. Obuna bo'l. Bizda uchinchisi. Xo'sh, bizda uchinchisi. Buni har doim ko'rgansizlar. Xo'sh. Shiftni bosib restoran qo'yasizlar bunday. Keyin hammasiga TNT solib chiqasizlar. Xo'sh, endi let's go. İşlayapti. TNT bilan qo'shishimiz kerak. Mayli. Bizda TNT tugadi. Xo'sh. Bu video shu yerda yakunlanadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan yana ro'za bo'ldi. Bu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling.